Tushda qaynatma ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning ta'kidlashicha, tushda bemor uchun dori qaynatmasini tayyorlagani va kasalga mos kelganini ko'rsa, dinning sodligini qidirishga dalildir. Agar qaynatma bemorga mos kelmasa, din sodligini undan qidirilmasligiga dalildir. Agar tushida qaynatma dorini ichganini va u yaxshi ta'sir qilganini ko'rsa, sozlik, tandurustlik va ezgulikka ishoradir. Agar aksini ko'rsa, ranj va ziyonga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir.